Dubayga bilet narxlari qanaqa bo'lyapti? Turkiyaga yokida Rossiyaga sizga borish yokida qaytish biletlari kerakmi? Tezkor aviadan ajoyib imkoniyat, onlayn biletlarni xarid qilish imkoniyatini Bobur akam tayyorlab qo'yganlar. Bobur aka, eng asosiysi ishonchlimi degan savol bo'ladi. Shu onlayn bilet xarid qilish bo'yicha ma'lumot bering. Onlayn aviabiletimiz shu ekranli nomerlarga telegramlarimiz pasport tashlashsa aviabiletlarni rasmiylashtirib PDF variantini tashlab beramiz. Biletimiz elektronika varianti bo'ladi. O'sha bilet bilan uchib kelishaveradi. Xo'p, to'lovlarchi, ko'pchilik bilet yo'q bo'lib qolsachi, aldanib qolsamchi deyishadi aka. Yo'q, bizda aldov yo'q. 100% biletimizga javob beramiz. Biletini tashlab berganimizdan keyin ochib, ko'rib, tekshirib, ishonch hosil qilgandan keyin to'lovni amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni oldindan hech qanaqa to'lovlari yo'q. Xo'p, endi Bobur aka videoni boshida aytdik, Dubayga, Turkiyaga, Rossiyaga bittadan aeroportiga shu bilet narxlari bo'yicha ma'lumot bersangiz. Hop, Toshkentdan Dubayga uni bagajlisi 2.250.000 so'm chiqadi, bez bagaji 1.700.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Anqaraga uni bagajlisi 3.300.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.950.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Moskvaga Domodedovo aeroportiga bagajlisi 2.800.000 so'm, bez bagaji 2.500.000 so'm chiqadi. Xo'p, Bobur aka, mana shu videoda ko'rayotganlar Moskvani istalgan aeroportidan O'zbekistonga qaytish biletlarini yokida Turkiyani istalgan hududidan O'zbekistonga qaytish biletlarini xarid qilsa bo'ladi. Albatta bo'ladi. Davlatlarimiz chegaralanmagan, xohlagan davlatlarga aviabiletlarini rasmiylashtirib beraveramiz. O'zbekistondan ketish uchun ham, O'zbekistonga qaytish uchun ham xohlagan davlatlarga aviabiletlarini yozib beraveramiz. O'zbekistonda qaysi viloyatidan bo'lishingizdan qat'iy nazar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Andijon, Namangan, Farg'ona ahamiyati yo'q. Aloqaga chiqasizlar, ketish biletlaringni yokida qaytish biletlaringni onlayn rasmiylashtirib berishadi. Ekranda raqamlar Bobur akam nomerlari, bemalol aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi.